Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Kunlaringiz qanday boshlandi? Mani YouTube kanalimni kuzatib boruvchilar, sizlardan bitta iltimos. Kuzatuvchilar ko'p ekan, like va podpiska bosadiganlar kam ekan. Iltimos, agar videolarim yoqayotgan bo'lsa, like bosib, kommentariy yozib qo'yinglar. Qanchalik ko'p aktivность bo'lsa, shuncha boshqalarga ham yetib boradi videolarimiz. Sinib qopti. Bugungi videom g'oyalarga opora qilyapman. O'shani sizlarga ko'rsatib bermoqchi edim. Bu tuvak anchadan beri bekor yotgandi. Va g'oya ham oporasiz shundoq mani o'ziga tuvakni ilgichiga ilakishib turgandi. O'shani mana shunaqa qilib opora qilib oldim. Mana orqa tarafdan teshib, mana bunaqa narsalar bilan yopishtirib, mahkamlab. Bu bambuk tayoqchalari. Sizlarda bambuk tayoqchasi bo'lmasa, oddiy tayoqchami, simmi, nimadir bilan qilsangizlar ham bo'ladi. Keyin to'y naryoqqa ag'anab ketmasligi uchun, og'ir vazn nima bo'lib ag'anab ketmasligi uchun bu yog'idan 3-4 ta og'irroq tosh solib qo'ydim tagiga. Ravnovesiya tutishi uchun-da, yiqilib ketmasligi uchun. Gulni tuprog'ini o'zi 1-2 oy oldin alishtirgandim. Tuvagidan chiqarib, shundoq buzmasdan o'rtaga qo'ydimda, yonboshiga mana chetlariga rixli grunt solib qo'ydim. Uncha nima qilganim yo'q. Toshchalar bor, ozgina pinoplast tagida. Mana shunaqa gruntim bor edi, solib qo'ydim. Keyin bunda bittagina ildizlagan, lekin sira o'smaydigan detkachasi bor. Shuni yonboshiga ekib qo'ydim, endi ko'ramiz. Mana aylantirib, hammasini yangi usullari bor. Hammasi chiroyli formirovka bo'lsin deb endi buni nasib bo'lsa bitta yo'ntirishim kerak, cho'miltirib, faqat mana shu yerni sindirib qo'yibman. Endi nima qilsam ekan buni? Boshqa iloj yo'q, chunki uzilib bo'libdi. Buni yonboshiga o'zini gruntiga mana shundoq ekib qo'yaman. Xo'ya karnozi juda beozor, o'ta tez tomirlaydi. 10-15 kun ichida tomirlab ketadi. Unchalik injiq emas. Bunda g'unchasi ham bor ekan, sevtanosi. Mayli endi, tashlab yubormasa bo'ldi. Lekin gullari hidi juda ham bir ajoyib, odamga o'zgacha bir kayfiyat beradigan gul. Endi navbat mana shu xo'yamni ham buni bunaqa emas, mana bunaqa vertikaliga setkaga bog'lamoqchiman. Faqat bunda setkani ichi bo'm-bo'sh turadi, chunki bu lianalar воздушный ildizi bor, kirib ozuqa oladi, mana shu mux bilan kokosiy chipsni ichiga. Bu xo'yalarga unaqa narsa shart emas. Endi bo'lsa zo'ru, bo'lmasa shart emas. O'shaning uchun buni faqat setkani o'ziga bog'layman. Keyin mana bunisi endi qaranglar, rosa o'sib ketdi. Barglari ham chiroyli bo'lib, mana воздушный ildizlari kirib boryapti. Hozir yulib oldim. Endi kirib ketmagan hali. Voy mana, uzr. Endi bu uje nimasiga yetib kelgan, ko'rib turganlaringizdek. Boshqa buni kesish niyatim yo'q. Bargi o'sgan sari kattalashyapti, mana farqi. Ko'rdingizlarmi? Bu pastki barglari, bu katta oporaga kirgandan keyingi barglari. Endi shuni davom qildirib, anavi uzun choqlarga o'xshab yana bog'lamoqchiman. O'shani ham hozir endi yasab bo'lgandan keyin videoning davomiga qo'shib yuboraman. Setkam oddiy. Mana shunaqa stroy material magazinlar hamma joyda sotadi. Esimda yo'q qanchaga olganim, chunki ancha oldin olgandim. Endi shuni hozir kerakli joydan qirqib olaman. Plaska gubsi bilan qirqib
mana bunaqa narsalar bilan bir-biriga yopishtiraman-da. Buni olib turib, shundoq kiygizib, bunga mahkamlab qo'yaveraman. Ichiga mux bilan kokosiy chipsni keyin xohlagan paytimda solaman. Hozircha yasab olaychi. Mana shunaqa kesib olamiz bitta-bittadan. Buni kesib oldim. Endi buni sekin mana shunaqa sindirmasdan qayirib chiqaman. Qayirib bir-biriga mana shunaqa olib kelib, qanday narsalarim mana bunaqa narsa bilan yopishtiraman. Menga bir qo'ldan noqulay hozir. Biriktasini yopishtirib, keyin video qilaman. Mana ozgina qayirib 3-4 ta joyidan hozircha o'tkazib oldim. Keyin qolganlarini yana o'tkazaman. Mana shunaqa qilib olsangizlar, keyin qolganini qilish osonroq bo'ladi. Chunki temir qo'lingiz rosa og'ritadi barmoqlaringizni. Ehtiyot bo'lasizlar mana bunaqa joylariga. Barmoqlaringizga kirib chiqmasin. Baribir temir narsa zararli bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun endi hozir buni asnova qilib olgan bo'lsam, endi chiroyli qilib ikkita mana bu katagidan o'tkazsam, ikkita katay qoldirib, 3-kataydan yana o'tkazaman. Shunaqa qilib mustahkamlab chiqaman. Mana o'tkazib oldim. Endi buni kerakli joydan qo'ya uchun alohida, mana bu stand-up uchun alohida kesib olaman. Oldin hammasini birlashtirib chiqdim. Videoni kesishga majburman hozir. Chunki YouTube 7-8 minutdan nariga qo'ydirmaydi. Uning uchun alohida registratsiya qilishim kerak ekan. Endi ikkinchi davomi ham bo'ladi, ikkinchi seriyasi ham.